Hasan aka, bilamiz, PMPda o'qigansiz. Umuman O'zbekiston Yaponiya markazining biznes dasturlari haqida fikr bildirsangiz. Bu Ledakol loyihada bemalol ayta olamiz. Hozirgi barcha tajribali tadbirkorlar, ko'pchilik tadbirkorlarimiz ustoz deb e'tirof qilgan qarshi insonlar borki, yo Mila Hamraynani yo UGCni maktabiga borib taqaladi. O'sha nimadan suv ichgan, o'sha ko'ldan, o'sha ariqdan deymiz. O'sha dargohlarning bilimini olgan insonlar deb biz e'tirof qilamiz. Chunki hali bu kabi hozirgi raqobatli takliflar yo'q bo'lgan paytda hali suv yo'qda tayammum deydi. PMP dasturlari va PMPdan tashqari men bilishimcha, adashmasam, GMP dasturlari sal kichikroq juniorlar uchun dasturlar bo'lardi. U malakali bilimni olishgan va bu status bo'lgan. Bu hozirgi kunda eng nufuzli loyihalardan biri bo'lgan. Nima tanlab chertib olingan paytlarida biz bu bilimlarni olishga PMP 1, adashmasam PMP 7, PMP 15 va PMP 23larda 3 martami 4 martada oxirgi yetkazolmay oxirgi tugatib o'qish imkoniga ega bo'lganmiz. Bu haqiqatdan ham yaxshi tadbir bo'lgan. 6 oylik kurslar bo'lardi, kechki dasturlar bo'lardi. Biz haqiqatdan ham mini MBA dasturi orqali biznes boshqaruvda, marketingda, moliyada, menejmentda va boshqa aktual mavzularda tajribali ustozlardan yaxshi bilimlarni olib biznesga tatbiq qilganimizni bemalol e'tirof qilib ayta olamiz. Hasan aka, rahmat. Hasan aka, tashkillashtirilayotgan biznes menejment dasturida o'quvchilarimiz nima olishadi, nimaga erishishadi? Holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Eski bilimlarimiz aktualligini yo'qotadi. Joyida turish uchun yugurishimiz kerak. Bugun yangi o'zgaruvchan olamda eski bilimlarimizni aktualligini qalamni ham chaqlab turamiz. Yengitdan attachat qiladigan paytda men o'ylaymanki, tajribali ustozlar, tajribali ekspertlar, bugun tajribali korxona egalari va korxona rahbarlari hamda korxona top menejerlari uchun aktual qadrli biznesni boshqaruvdagi bilimlari ulasha oladi deb bemalol ayta olamiz. Chunki juda ko'p omillar o'zgarib ketdi, o'yin qoidalari o'zgarib ketdi. Tashqi omillar, O'zbekiston ochildi, raqobat, ichki, tashqi juda ko'p trendlar o'zgargan paytda kecha ishlagan instrumentlar, kecha ishlagan tajriba va bilimlar bugun ishlamayapti. Bugun yangi aktual trendlar nima bo'lyapti? Har bir insonda effektli pata yoki stiklanli patolog bor. Yangi insaytlarga ehtiyoji bor. Va o'sha bugun nonni borib qaymoqqa botirgandek, shu bilimni, tajriba egalarini yangi tam egalari uchun yangi insaytlarga botirib, uni o'zini biznesida tatbiq qilish uchun aktual bilimlarni oladi deb bemalol ayta olamiz. Hasan aka, oxirgi savolim kuzatuvchilarimizga 2 og'iz tilaklaringiz. Azizlar, qaysi dastur bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi platforma bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi navbatda qalb ochiq bo'lish kerak. Siz biz yangilikka intilishimiz kerak. Siz biz sohada yo o'samiz, yo so'namiz, yo cho'kamiz. Shuning uchun cho'kmaslik uchun, haligi qilmaslik uchun velosipedda haydab turgandik, bugun cho'kmaslik uchun biz yangi networking, yangi tajriba, yangi bilimlarga har doim qalban ochiq bo'lishimiz kerak. Siz tayyor bo'lganingizda bozordagi, atrofdagi, jamiyatdagi, davlatimizdagi, yurtimizdagi yechimlar sizga malham bo'lishi mumkin. UGC dasturi, O'zbekiston Yaponiya markazi, ularning biznes menejment dasturi bugun siz uchun yana bir burilish nuqtasi bo'lishi mumkin. Albatta biz tavsiya qilamiz. Burilish nuqtasida yangi do'stlar, yangi networking, yangi insaytlar, yangi bilimlar siz bilan bizning bilimimizni yangi pog'onaga chiqib, biznesni A nuqtadan B nuqtaga chiqishiga sababchi bo'ladi va biz albatta do'stlarimizga, bizni tanigan yaqinlarimizga dalolat qilamiz va tavsiya qilamiz. Brend bu ishonch. UGC bu brend. Hasan aka, ajratgan vaqtingiz uchun, e'tiboringiz uchun katta rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Salom.